ko'kda ziyon istab samolarga uchradim. Adam dashti balolarga, fanolarga uchradim. Balolarga, fanolarga uchradim. O'shal orzu, o'shal tilak, kuyingda titrar yurak. Surat bo'lak, sirat bo'lak, siymolarga uchradim. Sirat bo'lak, siymolarga uchradim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Haligi men biroz zerikdim. Nimaga unaqa tikilib turibsiz? Bugun juda ham ochilib ketibsan. Kinoga boramizmi? Qayerga? Kinoga nima qulog'ing ham og'irlashib qolganmi? Qachon? Hozir. Qo'ying. Akam ko'rib qolsalar, siz ham, men ham baloga qolmaylik. Xavotir olma. Akangga o'zim tushuntiraman. Quloq sol. Senda kasallik alomatlari bor degani hali sen u kasalga duchor bo'lding degani emas. Bu o'zingga bog'liq. Hadeb o'sha narsa haqida o'ylamasliging kerak. Nima bilan bo'lsa ham o'zingni chalg'itishing kerak. Ketdingmi? Yur. Qani o'zing haqingda biron nima gapirib ber. Akang bilan o'zi nimani bo'lisha olmaysizlar? Rahmatli oyim, dadamni ikkinchi xotinlari bo'lganlar. Tabiiyki, dadamning birinchi oilasi bizni yoqtirmasdi. Onam kasallikka chalinib, olamdan bevaqt ko'z yumganlar. Shundan keyin dadam meni o'zlarining uylariga olib bordilar. Onam tiriklarida biz ijarada yashardik. Uyimiz bo'lmagan. Dadamning birinchi oilasiga yoqmasam ham ular bilan turishga majbur edim. Kunlarning birida dadam bilan oyim, ya'ni dadamning birinchi xotini avtohalokatga uchrab olamdan ko'z yumdilar va men akam bilan yashay boshladim. Akam uylandi. Hozirda men, akam, kenayim birga yashaymiz. Akenaying bilan munosabatlaring qanaqa? Tushunarli. Zare, kino yoqdimi? Ha, yoqdi. Ancha chalg'idim. Rahmat sizga. Kinoga olib tushganingiz uchun. Ayo, nega unaqa deysan? Bitta zo'r kitob bor. Xohlasang senga beraman. U kitobda baxtli oila sirlari yozilgan. Iloji bo'lsa akang ham o'qisin.
Akamning o'qishlari ancha qiyin-ku. Lekin o'zim albatta o'qib chiqaman. Kino uchun katta rahmat. Zarina? Zarina. Hozir kelyapman. Ho, kenaya? Assalom. Mana shu axlatni shunday to'kib keling. Hop, hop. Shoshmay tur hali. Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan? Ovqat qilyotdim. Zariqani? Zarina axlat to'kkani ketdi. 2 soat bo'ldi ketganiga. 2 soat? Hali kelmadi. 2 soatmi sur to'kadimi odam? Bilmasam. Xabar olmadingmi? Bilmadim dadasi, hali kelgani yo'q lekin. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Axlat to'kkani ketuvdim. 2 soat axlat to'kadimi odam? Ha? Dadasi, unaqa qilmang, urmang uni. Sen umuman o'chir ovozingni. Men nima qildim? 2 soat ham ko'chada yuradimi odam? Qayoqqa ketding sen, o? Bu yoqqa kel. O, senga gapiryapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Ovozingdan yaxshiga o'xshamayapti. Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi dedim-ku. Faqat biroz kayfiyatim yo'q. Ha, tushunarli. Bilasanmi, sen bilan arg'imchoq uchkim keldi. Arg'imchoq? Ha, arg'imchoq. Borasanmi? Yaxshi. Ish qilib bolalarni arg'imchog'ini buzib yormasak bo'ldi-da. Qara sal noziroq. Ha, ular bundan juda ham xafa bo'lishadi. Men-ku sendan ancha yengilman. Ular sendan xafa bo'lishadi. Zarina, senga bir gap aytishim kerak. Nimani? Menga yoqasan. Sen bilan birga sayr qilish, suhbatlashish yoqadi. Lekin hammasini bu zaylda davom ettirib bo'lmaydi-ku. Nimaga? Axir hammasidan xabaringiz bor-ku. Quloq sol.
Bularning hammasi meni senga bo'lgan munosabatlarimga to'sqinlik qila olmaydi. Nima demoqchi bo'layotganingni tushunib turibman. Bilasanmi, sen shunchalik to'kis insonsanki, qanchalik noyob odam ekanligingni tasavvur ham qila olmaysan. Xavotir olma. Biz do'stmiz. Qani do'stim, 5 shol. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Yaxshi yotib tur, do'stim. Rahmat. Siz ham. Xudoga qilaychi. Bemalol yaxshilab tirikchilik qilsa bo'ladi. Hozir to'xtab tur. Xo'p. Alo. Qudrat, yaxshimisan? Assalomu alaykum Abdurasul aka. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Ko'chada edim ishlar bilan. Bugun kenayini tug'ilgan kuni edi. Shunga ishlar bilan ofisda o'tirdim. Hali beri bora olmayman. Shunga bitta guldasta olib, meni nomimdan berib bersang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi Abdurasul aka, xo'p bo'ladi. Qachon hozir olib berishim kerakmi? Faqat chiroylisidan olgin. Xo'p bo'ladi. Kenayimi tug'ilgan kun ekan bugun. Guldasta olib borib berishim kerak. Xo'jayini vaqti yo'q. Xo'p. Har holda ayol kishi e'tibor holida.
Eshikni ochib yuboringlar. Kamola, Labbe oyijon. eshikka qarab bor. Xo'p, hozir. Hozir. Haligi Abdurasul akam kenayimga berib yuboruvdilar men bilan. Berib qo'yarsam bormi? Bu o'ttaligingni bilmovdim. Uzr. Ha, opa. Keling. Mamani sizga berib yuborishibdi. Tabriklayman.
Qalaysan? Yaxshimisan? Nima gap? Ne chaqirding? Xo'p, gap bunda o'rtoq. Gapir, maqsad ko't. Bitta bolani qora bilan ushlab oldik. Xo'p, Janingman deyapti sana. men jiyanim. Oti kim ekan? Otash. Otash. Xo'sh. Endi qonuniy chora ko'ramiz deyotgandik. Seni yoningdan o'tib qo'ydi deyotgandim. Nima meni oldimdan o'tasan, o'rtoq? Yo, birinchi kun ishlayapsan. Yo'q. Nima deganing bu? Vazifani bajarmaysan? Ne betda o'tiribsan o'zi? G'alatisan, ey. Menga qara. Qonun hamma uchun barobar. Kerak bo'lsa, menga ham. Tushundingmi? Do'stligimiz o'zini yo'liga. Qani o'zi? Xonada o'tiribdi. Menga qara. Kim nima degan taqdirda ham qonuniy chora ko'rasan. Shaxsan o'zim kontrol qilaman. Boshqa bu gapingni eshitmay qolma. Ishda hech qanaqa jiyan yo'q men uchun. Tog'a. Qanaqa tog'a? Qanaqa tog'a? Qanaqa tog'a? Nima ishlar qilib yuribsan? Kalla eshitdim seni? Ha? Menga qara. Men senga minmat aytganman. O'sha og'aylaring yaxshilargandim. Tushundingmi? Sho'tga chap keldingmi? Ichkariga ham kirasan. Tushundingmi? Haji qizga o'xshab menga tog'a-poqa qilma. Men senga minmatni qaytarganman-a. O'rtog'ing ola qarg'a bo'lsa, yemishing axlat bo'ladi. Tog'a. Oh, tog'alama menga. Endi sen o'tirasan. Bechoraning senga dachka tashiydi. Senga shu kerakmidi? Shu kerakmidi senga? Ahmoq. Menga qara. Erkaklik qilib kay qilishni bilgan. Erkak bo'lib javob berishni ham o'rgangan. Tushundingmi? Yemoni, qusmog'i bor. Tog'a. Tog'a emas. Mayor Haydarov. Ahmoq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Men bilan aylanib kelasanmi? Qayerga boramiz? Menga ishonasanmi? Ha. Borganda ko'rasan. Kelaver, hozir ko'rasan. Wow! Ana. Chiroyliligini. Mana shu yerni aytgandim senga. Ehtiyot bo'l, jarga yaqin borma. Yiqilib tushishing mumkin. Havoni tozaliligini qarang. Bu yerga ko'p kelib turasizmi? Ha. Bu yerni osudaligini yoqtiraman. Lekin ba'zi paytlar xuddi bizda insonlar manzaradan bahra olayotgan bo'lishadi. Biz turgan joy tepalikning eng yaxshi nuqtasi. Ya'ni bu yerdan atrof yaxshi ko'rinadi. Ha, qarang, qanday chiroyli. Sen esa shunday go'zallikdan voz kechaman deb o'tiribsan. O'sha kuni tomga chiqib qolmaganimda sen rostdan ham o'sha yerdan o'zing tashirmiding? Bilasanmi? O'zini o'zi o'ldirish, agar e'tibor bergan bo'lsang, shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Ularning qorni to'q, usti but, hamma narsasi yaxshi. Ishi ham, oyligi ham yaxshi. Hech o'ylab ko'rganmisan, nimaga ular o'zini o'ldirishadi? Chunki ularning hayoti tang. Nima uchun tang? Chunki ular Allohdan yuz o'girgan.
Endi musulmon yurtlarga e'tibor ber. Oddiy yuradigan ko'chalari ham ularnikidan juda ham farq qiladi. Ya'ni ularniki yaxshiroq demoqchiman. Umuman dunyoviy maishatini ularniki bilan solishtirsang, ularniki ancha yaxshi. Lekin o'zini joniga eng kam qasd qiladigan insonlar bu musulmonlar. Nima uchun? Bilasanmi? Chunki ularda iymon bor-da. Chunki Allohning zikridan yuz o'girmaganlarning qalbi Allohning qo'lida. Xohlagan tarafiga buradi. Kimda-kim agar uni zikridan yuz o'girsa, unga albatta tang va baxtsiz hayot bo'ladi. Tushundingmi? Shuning uchun faqat tomga atrofni kuzatgani chiqqan. Tushundingmi? Ha. Qosim aka. Qosim aka. Tanmayapsizmi? Shahzod. Ke. Qalaysan? Tuzumsan, yaxshimisan? Charchamayapsan? Bormisan? O ko'rinmaysan? Mahallada har xil gap so'zlar yuribdi. Oyingdan so'rasam, komandirovkada o'g'lim deydilar. Rostdan shunaqami? Ha, ko'chib ketdim. Qayerga? Tinchlikmi? Ha, boshqa joyda. Ko'p qavatli uyda yashayapman. Ha, bu zo'r. Yana ichib kelaymi? Ha, tushlik paytida ham ichib kelaymi? Endi nima deysan? Ish bo'lmagandan keyin endi Qosim aka ish yo'q deysiz. Qancha joyga ishga kirdingiz? Shuni orqasidan ish yoqmasligingiz oqibatdan bo'shab ketyapsiz hamma joydan. Balkim. Endi nima qilay? Kimlardir dardlashim kerak-ku. Sallay gapirish oson. Ishim bor anayda, ko'p qavatli uyda uyim bor. Men kimga aytaman dardimni? Meni kimga qizig'im bor? Bunaqa yursangiz kimga ham qizig'ingiz bo'ladi? Piyonista. Tushlik paytida ham ichadimi? Ha. Menimcha sen haqsan. Ichishni tashlashim kerak. Qurtaysan?